Menimcha bu shirinlikni bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Olchadan tayyorlanadigan shirinliklarni yaxshi ko'radiganlar uchun eng zo'r variant. Bismillah deb ishimizni har doimgidek xamir qilib olishdan boshlaymiz. Xona haroratida eritilgan margarin bilan unni yaxshilab uqalab qonsimon holatga keltirib olamiz. Ustidan razritel hamda qaymoq solib yumshoqqina xamir qilib olamiz. Hozir olchalar mavsumi bo'lmagani uchun muzlatilgan olchalardan foydalanamiz. Mahsulotlarni qanchadan so'ganman batafsilab bizaniyada yozib qoldiraman. Xamirimizni tinib maza qilib dam olgandan keyin ikkiga bo'lib xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib bir tekis qilib yoyib olamiz. Bunaqa xamirlarning razmeri 30 ga 40 cm da bo'ladi. Ustiga 5 qator qilib olchalarni taxlab kesib olamiz va har bittasini chiroyli qilib o'rab olamiz. E'tiborli bo'ling, suvi chiqib ketmasligi kerak. Hamma yog'ini zichlab yopishtirib chiqasiz va duxovkada 180 gradusda ustilari och qizil bo'lib qizargunigacha pishirib olamiz. Faqat e'tibor bilan qarab turish kerak, kuyib ketib qolmasin yana. Xuddi shunaqa tartibda ikkinchi xamirimizdan ikkinchi listimizni ham pishirib olamiz. Tayyor pishib chiqqan ko'rishlarimizni ozgina soviganidan keyin piramida shaklida pastga taxlab olamiz. Agar sizda muzlatilgan olchalar bo'lsa, shu shirinlikdan albatta tayyorlab ko'ring. Yoki olchalar mavsumida tayyorlab ko'rish uchun albatta zaxrang tugmachasini bosib qo'ying, chunki bu videoni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Kremlarni surib tayyor qolganimizdan keyin ustini shokoladli ganaj bilan bezatib olamiz. Bu orada olchani suvi oshxona salfetkalarimga ham tegan ekan. Shoshganimda hamma olchani suvlarini shu sochga shimdirib olibman. Va shoshib turganda eng zo'r variant albatta akvaminchi. Sehrli gullarni olasiz, sepasiz va ustidan qaynoq suv solasiz. Natijasi esa prosta bomba. Buni ko'pirib chiqishini qaranglar. Aynan shu jarayon menga juda ham yoqadi. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa ortiqcha harakatsiz salfetkalarimiz top-toza. Foydali retseptlar uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.